Demak, o'g'il bola farzandi borlar uchun tavsiyalar. Nimaga o'g'il bolalar uchun, farzandi bolalar uchun men tavsiya sifatida video darslik olaman? Nimagaki, meni qabulimda men urolog vrachman va juda ko'p erkaklar bepishligi bilan murojaatlar bo'ladi va aksariyati ularni yoshligida o'tkazilgan kasalliklar, turli xil yoki rivojlanishdan orqada qolishlar, jinsiy tomonlama va bu narsaga ota-onalarning e'tiborsizligi sababli yuzaga kelgan bepishliklar. Aksariyat hollarda shunaqa. Xo'p, demak nimalarga e'tibor berish kerak? Agarda sizlarda o'g'il bola farzand tug'iladigan bo'lsa, o'g'il bola chaqaloq tug'iladigan bo'lsa, birinchi navbatda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa tuxumlarni joydaligiga e'tibor berish kerak. O'zi onasini qornida paytida, ya'ni homiladorlik paytida o'g'il bolalarni tuxumlari rivojlanadi qorin bo'shlig'ida. Va u chaqaloq tug'ilguncha sekin-astalik bilan pahviy kanalga tushadi, keyinchalik esa moshonkalarga, ya'ni yong'oqqa tushadi. Ba'zi holatlarda anomaliyalar sababli, turli xil kasalliklar sababli, ba'zi paytlari muskullar bo'ladi, ya'ni tuxumni ko'tarib turadigan muskus krimasterkus degan muskul bo'ladi. Mana shu muskulni tug'ma kaltaligi sababli o'sha tuxumlar qorin bo'shlig'ida qolib ketadi yoki pahviy kanalda qolib ketadi, yong'oqqa tushmaydi, joyiga tushmay qoladi. Va bunaqa holat kuzatiladigan bo'lsa, unda zudlik bilan urolog va bolalar jarrohiga murojaat qilish kerak bo'ladi, agar tuxumlari joyida bo'lmasa. Nimagaki, tuxumlar o'sib rivojlanishi uchun yong'oqni ichida joylashgan bo'lishi kerak. Agarda qorin bo'shlig'ida yoki bo'lmasam chavuk kanalida qolib ketadigan bo'lsa, tuxumlar o'sib rivojlanmaydi. Bunaqa bemorlar katta ehtimollik bilan, agar ikki tomonlama bo'lsa bepishlik, bir tomonlama bo'lsa katta ehtimollik bilan ko'pchilik holatlarda bepishlik bilan tugaydi oxiri. Xo'p, ikkinchi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bolalarda o'tkaziladigan, yoshligida o'tkazadigan infeksion kasalliklar. Infeksion kasallik degani faqat tuxumda bo'ladigan infeksion kasalliklar emas. Bu tomog'ida yallig'lanish bo'lishi mumkin, gripp bo'lishi mumkin, oddiy shamollash bo'lishi mumkin. Har qanday infeksion kasalliklar yoki shamollash kasalliklariga e'tibor berish kerak. Ko'pchilik o'ylaydi, gripp yoki angina kabi kasalliklar faqat tomoqqa asorat beradi yoki o'pkaga asorat beradi. Yo'q, bu noto'g'ri tushuncha. Ko'pincha oddiy grippdan keyin ham, oddiy tomoqdagi anginadan keyin ham, oddiy shamollashdan keyin ham infeksiyalar, ya'ni viruslar, bakteriyalar yosh bolalarni tuxumiga qon orqali yoki limfa yo'llari orqali tuxumiga kelib turib, tuxumini zararlashi mumkin. Ya'ni arxit, epididimit kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Va ko'pincha arxit yoki epididimiddan keyin tuxumlarni o'sib rivojlanishi to'xtaydi butunlay ba'zi holatlarda qisman buziladi va shuni oqibatida ko'pchilik holatlarda bepishlik bilan tugaydi oxiri. Ya'ni men bu gapni aytmoqchi emasman, ya'ni shamollash bo'lsa bo'ldi yoki gripp bo'lsa bo'ldi bepishlik degani emas. Prosta shamollash bo'ladigan bo'lsa, gripp bo'ladigan bo'lsa, uni ko'chada sovuqda yuvinib yurish kerak emas deb bolalar uyda asrash kerak bo'ladi, ukollarni olish kerak bo'ladi, antibiotiklarni. Agar shamollashdan keyin, grippdan keyin tuxumga o'tib ketsa yallig'lanish, ya'ni tuxumlarda qizarish, og'riq, isitma, shunga o'xshash narsalar boshlansa, bu jiddiy belgi degani. Va ko'pincha xalq tilida tepki degan kasallik bor, ya'ni biz yoshligimizda eshitardik, egiz tuqqan ayollarga teptirib yurardi. Demak, xalq tilida tepki degan kasallik bor, ya'ni yoshligimizda eshitardik, egiz tuqqan ayollarga teptirib yurardi. Qulog'ini, ikkita qulog'ini oldi shishib ketadi. Bu quloq oldi so'lak bezlarini yallig'lanishi virus ta'sirida. Tibbiyot tilida bu paratit deyiladi. Paratit kasalligi virus keltirib chiqaradi va bu virus aynan ikkita joyda o'g'il bolalarda rivojlanadi, yashaydi. Ya'ni quloq oldi so'lak bezlarida birinchi joy, ikkinchi joyi tuxumlarda. Va agarda epidparatit bo'lganda, o'sha o'g'il bolalarda epidparatit bo'lib qolsa, ya'ni tepki kasalligi yuzaga kelsa, quloq oldi so'lak bezlari shishadigan bo'lsa, uni egiz tuqqan ayollarga teptirib yoki bo'lmasam boshqa har xil xalq tabobati yo'llaridan foydalanib yurish kerak emas deb shifokorga, infeksionist vrachga murojaat qilish kerak bo'ladi, обязательно. Negaki epidparatit vaqtida ukollar olib davolanmaydigan bo'lsa, immun sistemasi yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, qon orqali albatta tuxumni yallig'lanishiga sababchi bo'ladi. Qon orqali infeksiyalar keladi va tuxumni yallig'latadi. Bu katta ehtimollik bilan juda ko'pchilik holatlarda tuxum yallig'langandan keyin bepishlik bilan tugaydi oxiri. Hattoki bepishlikning eng og'ir turi azospermiya degan tashxis bor, azospermiya bilan tugaydi. Xo'p,
Va yana e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar, bolalar tug'ilgan paytda jinsiy olat, ya'ni jinsiy olatni chuqchasini rivojlanganligi va siydik chiqarish kanalini qayerga ochilganligiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ko'pincha o'g'il bolalarda gipospadiya, epispadiya degan kasalliklar bor. Bu ayollarda bo'lmaydi, erkak kishilarda, ya'ni o'g'il bolalarda bo'ladi. Ya'ni jinsiy olatni uchiga ochilmaydi siyish kanali, yon tomonga yoki pastki tomonga ochiladi. Bu ham jiddiy anomaliya va bepushtlik bilan tugashi mumkin bo'lgan anomaliyadan bittasi. Va yana ko'pincha chov kanali bolalarda endi tug'ilgan paytda hali yopilib ulgurmagan bo'ladi ba'zi holatlarda, va shunaqa holatlarda chov chuvrasi, ya'ni grija deyiladi xalq tilida, ruschasi grija. Grija kasalligi yoki bo'lmasam chov kanali yopilmay qolishi oqibatida qorin bo'shlig'idagi suyuqliklar yorg'oqning ichiga tushadi va gidratsiyali vodanka kasalligi bo'ladi. Bunaqa holatda ham zudlik bilan urolog va detskiy xirurgga murojaat qilish kerak va davolatish kerak bo'ladi. Xo'p, endi bolalarni ovqatlantirish masalasiga keladigan bo'lsak, ovqatlantirish masalasi ko'pincha O'zbekistonda, o'zbek oilalarida yosh bolalar, umuman yosh katta odamlar ham uglevodga boy ozuqa iste'mol qiladi. Bu zararli aslida. Uglevod degani nima? Kartoshka, guruch, non, shunga o'xshash narsalar iste'mol qiladi. Uglevod organizmni rivojlanishi uchun, yosh tananing o'sib rivojlanishi uchun va tuxumlarni, jinsiy olatlarni rivojlanishi uchun, gormonal balansni rivojlanishi uchun hech qanaqa vazifa bajarmaydi. Uglevodlar bizning tanamizga faqat energiya vazifasini bajaradi, ya'ni yosh bola yugurib harakat qilgan payti prosta energiya sifatida sarflanib ketadi. Bizning tanamizga qurilish materiali, ya'ni o'sha tanamiz o'sib rivojlanishi uchun ishlatiladigan, gormonlarni rivojlanishi uchun ishlatiladigan bu mahsulotlar, bu oqsil bilan yog'. O'zi ovqat tarkibida 3 xil mahsulot bo'ladi: oqsil, yog' va uglevod. Biz ko'pincha uglevod iste'mol qilamiz, bolalarimiz ham uglevod iste'mol qiladi. Uglevod hech qanaqa vazifa bajarmaydi, faqat energiya sifatida sarflanib ketadi. Bizning tanamizning rivojlanishi uchun oqsil bilan yog' kerak bo'ladi. O'shaning uchun oqsil va yog'ga boy ovqatlarni ko'proq berish kerak bo'ladi. Uglevodlarni sal kamaytirish kerak bo'ladi yosh bolalarga. Ya'ni non, kartoshka, guruch sal kamroq iste'mol qilish kerak bo'ladi. Va demak, oqsilga boy ovqatlar bu tuxum, no'xat, loviya, mosh, go'sht mahsulotlari, demak oqsilga boy. Yog', oddiy o'simlik yog'i yoki bo'lmasam baliq yog'i yoki zaytun yog'i yoki bo'lmasam qo'y dumbasi, hammasi yog' hisoblanadi tarkibi va mana shu mahsulotlarni yeyish kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari vitaminga boy ozuqalarni ko'proq yedirishni tavsiya beraman. Ya'ni vitaminga boy bu ko'katlar, pomidor, bodring, zelen, ko'k piyoz, chesnok, shunga o'xshash mahsulotlarni ko'proq yedirishni tavsiya beraman yoshligidan. Nonni, guruchni, kartoshkani kamroq yeyishni tavsiya beraman. Shirinlik iloji boricha kamroq yoki umuman yemagani ma'qul. Xo'p, kiyinish tartibiga keladigan bo'lsak, o'g'il bolalarga ichki kiyim olganda, tursi yoki mayka shunga o'xshash narsa olganda albatta o'qish kerak bo'ladi tarkibidagi o'sha paxtani miqdoriga. Iloji boricha sintetika miqdori kam bo'lishi kerak bo'ladi. Paxta miqdori ko'proq miqdorni tashkil qilish kerak bo'ladi ichki kiyimlarda. Va yana ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa, o'g'il bolalarda ikkilamchi jinsiy belgilarning rivojlanishiga juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. O'sha davr, ya'ni 11 yoshdan to 17-18 yoshgacha bo'lgan davr. Ko'pincha mayaklarda gipoplaziya bo'lib kelgan kasallar keladi menga, ya'ni mayaklarning hajmi juda kichkina, tuxumlarda o'smay qolgan yoki bo'lmasam sperma analizi azospermiya, yoshligida e'tibor bermagan. O'shaning uchun o'g'il bolalarda 11 yoshdan 17-18 yoshgacha bu eng muhim yosh hisoblanadi. O'sha paytda agarda gormonal disbalans bo'ladigan bo'lsa, ya'ni buyrak usti bezlarida testosteron gormoni ishlab chiqariladi va testosteron gormoni ta'sirida tuxumlar o'sib rivojlanadi, jinsiy a'zolar o'sib rivojlanadi. Agar o'sha paytda testosteron yetishmovchilik yuzaga keladigan bo'lsa, o'g'il bolalarda mayaklar va jinsiy a'zoni o'smay qolishiga olib keladi. Va bu narsa katta ehtimollik bilan 100% desa ham bo'ladi, oxiri bepushtlik bilan tugaydi.
O'shaning uchun mayli 1 yoshdan 11 yoshgacha urologga har doim har 6 oydan ko'rsatish shart emas. Bir marta, 2 marta ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi. Lekin 11 yoshdan 17 yoshgacha maslahatim har yili 1 marta urolog ko'rigiga olib borgan ma'qul. O'zi bor yo'g'i bir 5-6 marta olib borasizlar. Umuman umr davomida 11 yoshdan o'sha 17-18 yoshgacha 5-6 marta olib boriladi. Yilda 1 marta urolog ko'rigiga olib borgan ma'qul. Sababi yoshiga nisbatan tuxumlarning hajmi orqada qolayotgan bo'lsa, jinsiy a'zolarning o'sishi orqada qolayotgan bo'lsa, o'sha paytda to'g'rilasa bo'ladi. Tashqaridan testosteron kiritish orqali jinsiy a'zolarni o'stirish mumkin o'sha yoshda. Lekin 17-18 yoshdan keyin urologga keladigan bo'lsanglar, уже kech bo'ladi. Keyin nima dori olsanglar ham, nima qilsanglar ham, nima lechini olsanglar ham, qancha pul sarflasanglar ham уже kech bo'ladi, foydasi yo'q bo'ladi. O'shaning uchun eng katta tavsiyam mayli, endi tug'ilgandan 11 yoshgacha 1 marta, 2 marta ko'rsatib qo'ysanglar bo'ladi, lekin 11 yoshdan 17 yoshgacha bu eng muhim yosh. O'sha paytda har yili 1 marta tibbiy ko'rikka olib borgan ma'qul. Urolog va endokrinolog vrachlarga.